yurtga islom keldi ey do'stlar, Rasululloh elchidirlar bu dinga. Qalblar endi nurli bo'ldi iymondan, poklandilar qilib Allohga tavba. Ya Alloh, ya Xoliq, Allohu akbar, Allohu akbar. Nelar ko'rdik dinsiz bo'lib bu qalblar, gunohlardan chetlanaylik biz do'stlar. Nelar ko'rdik dinsiz bo'lib bu qalblar, gunohlardan chetlanaylik biz do'stlar. Endi bizlar ergashaylik Rasulga, uning yo'li eng to'g'ri yo'ldir do'stlar, uning yo'li eng to'g'ri yo'ldir do'stlar. Bizni yurtga islom keldi ey do'stlar, Rasululloh elchidirlar bu dinga. Qalblar endi nurli bo'ldi iymondan, poklandilar qilib Allohga tavba. Ya Alloh, ya Xoliq, Allohu akbar, Allohu akbar. Biz baxtlimiz berilgan bu ne'matdan, xursand bo'ldik ko'rsatilgan izzatdan. Biz baxtlimiz berilgan bu ne'matdan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hurmatli va aziz Jalolobod muzofoti ahllari, Akramjon akamiz, xonadon ahllari, yoru do'stlari, qavm qarindoshlari, Ikromjon kuyov ukamizni eng baxtlik, saodatlik valimatun nikoh to'ylari islomiy ziyofatida hozir bo'lib turibmiz. Barchalaringizga jannatdagi musulmonlarga bo'ladigan Alloh taoloning salomi, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohga hamdlar, shukrlar bo'lsin. Siz bilan bizni Alloh mu'min musulmon bandalari safida qildi, kofir, mushrik, hayvon qilib qo'ymadi. Mu'min musulmon bandalarni safida nomi musulmon, beamal musulmonlardan qilmadi. Ahli sajda, ahli qibla, Alloh taoloning shariatiga inqiyod qiladigan, Alloh taoloni ko'rsatgan yo'liga to'ylarida, ehsonlarida, muomalotlarida, hayotlarida shariati islomiyaga muvofiq hayot kechiradigan bandalardan qildi. Allohga hamdlar, shukrlar bo'lsin. Bugungi kun bu xonadonda farzand otani gardanidagi oxirgi vazifasi bo'lgan, 3-vazifasi bo'lgan valimatun nikoh islomiy to'ylarida, ziyofatlarida hozir bo'lib turibmiz. Bir ozgina fursat amri ma'ruf, mav'iza bayonini avvalini shariati islomiyani asosi bo'lgan Qur'oni Karim tilovati bilan boshlasak, ukamiz tilovat qilib berarlar, marhamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل
يسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل الله عزيز مؤمن مسلمان برادرlar Allah Teala Kur'an-ı Azim şanında merhamet kıldı. Kul hal yestevillezine ya'lemûne vellezine la ya'lemûn. Ayting ey Muhammed Habibim sallallahu aleyhi ve sellem bu bandalarga kim, bu ummatga kim? Biluvchilar bilan bilmaydiganlar barobar bo'ladimi? O'qiganlar bilan o'qimaganlar barobar bo'ladimi? Va ma yastavil a'ma val basir. Ko'rib turuvchi odam bilan ko'zi a'mo odam barobar bo'ladimi? Vala zulumatu valan nur. Kunduz bilan kecha, nur bilan zulumot, qorong'ulik bir xil bo'ladimi? Valal zillu valal harur. Kunduzgi porloq yorug'lik bilan kecha qorong'uligi bir xil bo'ladimi? La yastawi ashabun nari va jannat ahllari bilan jahannam ahllari bir xil bo'ladimi? Alloh taolo savol bilan bandalarga, aqli bor bandalarga tanbeh berishlik uchun javobini bandalarning aqliga, bandalarning tafakkuriga havola qilyapti. Har qanday aqli zaif odamdan kechasi bilan kunduzi bir xil bo'ladimi desangiz yo'q deb javob qilishiga aniq.
ko'zi ochiq odam bilan ko'zi ko'r odam ikkovi bir xil yuradimi desangiz yo'q deyishligi tayin. Demak, jannat ahllari bilan jahannam ahllari ham bir xil barobar bo'lmasligi ham tayin. Lekin bandalar bir xil. Hammasining ikkita ko'zi bor, boshi bor, ikki qo'l, oyog'i bor. Tafakkur fikrati bor. Lekin dunyoda yashashi ikki xil ekan. Dunyoda ikkita millat, kufr millati, ahli islom, iymon ummati. Ahli iymonlar mashriqdan mag'ribga qadar hozirgi davrimizda 1,400,000,000 musulmonlar la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb turishibdi. Tili boshqa, vatani boshqa, irqi boshqa, millati boshqa zohiriy. Ammo qalbi Allohning nazdidagi dini bir, bitta ummat. Allah Taala bunga inna hadihi ummatukum ummatan wahida va ana robbukum fa'budun dedi. Bu ummat bitta ummatdir. Bularning Robbilari, Parvardigorlari menman dedi Alloh Taala. Menga ibodat qilinglar dedi. Inna hadihi ummatukum ummatan wahida. Ummat bitta bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan ummat bitta bo'ladi. Sizlar bitta ummat, sizlar bitta millat, sizlar deyapti Alloh taolo. Inna hadihi ummatukum ummatan wahida. Bitta ummat sizlar deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam al-muslimun kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dan dedilar. Musulmonlar ummati bitta imoratdir. Imoratni poydevori bo'lmasa imorat bo'lmaydi. Imoratni eshik, derazasi bo'lmasa imorat bo'lmaydi. Imoratni devori bo'lmasa imorat bo'lmaydi. Uni shipa, tomi bo'lmasa imorat bo'lmaydi. Musulmonlar imorati bittadir. Buni hammasini mustahkam bog'lab turgan a'zolardir hammalari dedi. Imoratni eshigini olib tashlasangiz, hovlini darvozasini olib tashlasangiz, hovliligicha qoladimi, ko'chaga qo'shilib ketadimi? Musulmonlar bir toifasini o'zini safidan chiqarib tashlasa nima bo'ladi? Islom imorati nima bo'ladi? Islom imorati degan nomdan chiqadi. Buni buzuvchilar, Alloh taoloning bu hukmini halal beruvchilar. Alloh taolo ikki ummat, islom ummati bilan kufr ummatidan ajragan uchinchi bir ummat, uchinchi bir xalq, uchinchi bir toifa haqida Alloh taolo xabar berdi. Bu xabar Allohning xabari, olimlarning xabari emas, valiylarning xabari emas, hukumatning xabari emas, Allohning xabari. Buni bilib olaylik. Bilmaganlarimiz mana bu yozib olayotgan tasjillardan yozib olaylik. Biladigan odamlardan yozdirib olaylik. Mana shu oyat 1400 yil ilgari Alloh siz bilan bizga nozil qilgan qiyomatga